Assalomu alaykum. Milliy xabar 24 kanaliga xush kelibsiz. Quyidagi videoda onlayn savolnomalarni noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan holda to'ldirish qanday oqibatlarga olib kelishi, xatolar o'z vaqtida tuzatilmasa qanday choralar ko'rilishi haqida so'z boradi. Shuningdek, Sergeli tumanida aniqlangan qurol savdosi bilan bog'liq holat tafsilotlari bilan ham tanishasiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mamlakatimizda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirining birinchi bosqichi savolnomani onlayn to'ldirish jarayonlari davom etmoqda. Bunda yuzaga kelayotgan ayrim savollar bo'yicha izoh va tushuntirishlar berib borilmoqda. Tomorqadagi yer maydoni, undan olingan hosil va daraxtlar soni, qoramol, qo'y-echkilar soni bo'yicha ma'lumotlarni to'liq bersak, soliqqa tortishga olib kelmaydimi? Yo'q, bu ma'lumotlar soliqqa tortishga sabab bo'lmaydi. Fuqarolarning shaxsiy tomorqasida yetishtirilgan hosil, meva-sabzavotlar, daraxtlar soni, shuningdek uy xo'jaligida boqilayotgan qoramol, qo'y, echki va parrandalar uchun soliq solinmaydi. Bu amaldagi qonun hujjatlarida ham aniq belgilab qo'yilgan. Ro'yxatga olish jarayonida taqdim etilayotgan ma'lumotlar soliq solish maqsadida emas, ular davlat tomonidan qishloq xo'jaligini rivojlantirishni rejalashtirish, hududlar kesimida ehtiyojlarni o'rganish, resurs va imtiyozlarni to'g'ri taqsimlash uchun faqat statistik maqsadlarda qo'llaniladi. Shu bois ma'lumotlarni to'liq, aniq va xolis taqdim etish xavfsiz bo'lib, bu fuqarolar manfaati uchun xizmat qiladi. Savolnomani xato va kamchiliklar bilan to'ldirgan fuqarolar uchun avtomatik ogohlantirish joriy etildi. Ayrim fuqarolar savolnomani faqat o'zlari uchun to'ldirib, ular bilan birga xonadonda yashovchi boshqa a'zolarni kiritmaslik holatlari kuzatilmoqda. Yana bir bor eslatib o'tamiz, bir xonadonda yashaydigan barcha shaxslar ularning qarindoshlik munosabatlaridan qat'iy nazar albatta birga ro'yxatga kiritilishi shart. Bundan tashqari o'z tasarrufida mavjud bo'lgan yer maydonlari va unda yetishtirilayotgan mahsulotlar, shuningdek qoramol, qo'y, echki va parrandalar sonini ham to'liq kiritmaslik holatlari kuzatilmoqda. Bu holatlar ham axborot tizimi yordamida tekshirilib, qayta ro'yxatdan o'tkazish uchun yuborishga sabab bo'ladi. Onlayn ro'yxatdan o'tib, sertifikat olgan yurtdoshlarimizdan platformaga yana bir bor kirib sertifikat chiqadigan oynani diqqat bilan tekshirib ko'rishlarini so'raymiz. Agar savolnomani to'ldirish jarayonida xatolikka yo'l qo'yilgan bo'lsa, sertifikat oynasida kamchiliklarni bartaraf etish va savolnomani qayta to'ldirish bo'yicha ogohlantirish axboroti aks etadi. Bunday holatlarda ushbu kamchiliklarni tuzatib, savolnomani to'liq va to'g'ri shaklda qaytadan to'ldirishingiz talab etiladi. Aks holda 4-28 fevral kunlari mahalla yettilik vakillari tomonidan xonadoningizga tashrif buyurilib, qayta ro'yxatdan o'tkazish ishlari amalga oshiriladi. Aholini ro'yxatga olish to'g'risidagi qonunga ko'ra, ro'yxatga olishda ishtirok etayotgan har bir fuqaro o'z ma'lumotlarini diqqat bilan to'liq va to'g'ri kiritishi shart. Aholini ro'yxatga olishning asosiy maqsadi mamlakatdagi aholining haqiqiy holatini aniqlash uchun ishonchli ma'lumot to'plashdir. Bu orqali qayerda qancha odam yashayapti, aholining yosh tarkibi, ish bilan bandligi, migratsiya holati va ijtimoiy ehtiyojlari aniqlanadi. Shuningdek, qishloq xo'jaligida yer maydonlari, yetishtirilayotgan ekinlar va chorva soni haqida ham to'liq ma'lumotlar olinadi. Ana shu ma'lumotlar asosida davlat ta'lim, tibbiyot, ijtimoiy himoya, infratuzilma va boshqa muhim sohalarni rivojlantirish bo'yicha to'g'ri qarorlar qabul qiladi. Qaysi hududda nima kerakligi aynan ro'yxatga olish natijalari orqali belgilanadi. Shuning uchun onlayn ro'yxatdan o'tayotgan yurtdoshlarimiz Davlatimiz rahbari Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasida uyushgan jinoyatchilik va giyohvandlikka qarshi murosasiz kurash olib borish yo'nalishida huquqni muhofaza qiluvchi organlar oldiga bir qator vazifa va topshiriqlar qo'yganlar. Mana shu topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi hamda Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent shahri bo'yicha boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida noqonuniy qurol saqlash bilan bog'liq holatlar aniqlandi. Jumladan, poytaxtning Chilonzor tumanida tezkor tadbir o'tkazildi. Unda olingan tezkor ma'lumot asosida Mir Ma'mur ismli shaxsning xonadoni xolislar bilan ko'zdan kechirilganda, mazkur shaxs qonunga xilof tarzda hech qanday tegishli hujjatlarsiz yashash joyida ov quroli saqlab kelayotganligi aniqlandi. Men bu qurolni Arundan topib qo'yganman. O'sha qiziqish maqsadida ozgina uyimda saqladim. Ovga qiziqaman, mana shunaqa narsalarga qiziqish bor. Qilgan ishimdan pushaymonman. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 248-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Navbatdagi holatda poytaxtimizning Uchtepa tumanida Sunnat ismli fuqaro bilan o'tkazilgan surishtiruvlar davomida mazkur fuqaro amakisining uyini ta'mirlash davomida
pol qismining tagidan 2 dona qutida jami 100 dona o'q-dorilar topilib olinganligi aniqlandi. Mazkur o'q-dorilar uning marhum amakisiga tegishli ekanligini aytib, o'z ixtiyori bilan ichki ishlar organlariga topshirdi. Mazkur holat yuzasidan olingan daliliy ashyolar Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markaziga topshirildi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Navbatdagi holatda poytaxtimizning Sergeli tumanida joylashgan Streikbol klubida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi va Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent shahar bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Rustam ismli shaxs 1 dona gaz pistoleti va 2 dona gaz baloni bilan maxsus purjina va 4000 dona maxsus o'qdon va o'qlar hamda 1 dona SSG-10 rusumli uzun stvolli pnevmatik qurolni 2000 AQSh dollar miqdoridagi pul mablag'lar evaziga sotayotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olinib, xolislar ishtirokida ushbu qurollar va pul mablag'lari ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirilib olindi. Shuningdek, mazkur joyda tegishli ruxsatnomalarga ega bo'lmagan 11 dona turli rusumdagi gazli pistoletlar va 6 dona turli rusumdagi uzun stvolli pnevmatik qurollar saqlab kelinayotganligi aniqlanib, ular ham tekshirib ko'rish maqsadida olindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi va Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent shahar bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan bu kabi tezkor tadbirlar davom ettirilmoqda.